Assalomu alaykum, Chorva Savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga shanba 2026-yil 23-may. Biz bugun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepao'ron qishlog'ida yana mashhur o'sha Akramjon do'stimizning xonadonlariga kelganmiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni boshladik. Akramjon assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Xudo xolsa yana bugunga o'sha Baqudagi qo'ylarda syomka qilamiz. Qo'ylardan Xudo xolasa chiqadi. Hurmatli obunachilar, bugunga Xudo xolsa Akramjon do'stimizdan haqiqiy qo'chqorlarni zo'ridan, mana bunaqa kobra kallalardan ko'rsatib borishga harakat qilamiz. O'zlaring videoni oxiriga ko'rsalaring, Akramjon do'stimiz narxlarni Xudo xolsa o'tgan safargidan ham sindirib, narxlarni arzon qilib qo'yib beraman dedilar. Ya'ni bu va'dalariga vafo qilarmikinlar? Shuni bir o'zlaring videoni oxiriga ko'rsalaring, so'z isboti bilan bo'ladi. Akramjon, birinchi partiyamizga yoshi qanaqa buni? Qo'zi bo'lish kerak, Arifjon. Buni ko'ramiz-da. Mana Arifjon. Tish buzyapti ekan. Tish buzyapti ekan. Xudo xolisa 7 ishchida muammosi yo'q. Ha, muammosi yo'q, Arifjon. Hurmatli obunachilar, 7 ishchida muammosi yo'q, sog'lig'i joyida, ishonchli narsa olaman degan aka-ukalar Akramjonga aloqaga chiqasizlar. Qo'ydi bir o'zlaring e'tibor berib ko'rasizlar stoykasiga. Stoykasi haqiqiy nihoyatda go'zal. Toza nasldor, naslga qiziqadigan aka-ukalarimiz shoshilib aloqa qilsalaring ishlaring bitadi. Bo'ybasini bitta o'lchaylik, keyin qo'limizdan kelgancha obzorini qilib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, bo'ybasiga o'zlaring bir yaxshilab e'tibor berib ko'ringlar. 90 plyusda 93-94 chiqyapti Akramjon. Uzunligini ham bir qo'yingchi, mana shu uzunligi ham nihoyatda uzun ekan. Mo'ljalda 1 metr chiqib qolsa kerak. Aylantirib oling. Aylantirib oling. Mana shunday. 1 metrga yaqin. 1 metrga yaqin. Hurmatli obunachilar, 98, 97, 98 chiqyapti. Dastlabki xizmatlar nima bo'ladi? Ketyapti, Xorazmgacha jo'natyapti, Arifjon. Xorazmga kelishilgan holat. Biz aytgan narxda Samarqandgacha. Samarqandga qilib beriladi. Hozir qo'yiladigan summaga Samarqandga qilib beriladi. Hurmatli obunachilar, yaxshilab e'tibor berib turinglar. Tish buzishga keldi, tishini buzib qo'yibdi. Garbonoslar nihoyatda zo'r, mana qarang. Kallaning kattaligini hisobiga qulog'i unchalik ko'rinmayapti. Qulog'i ham nihoyatda zo'r joylashgan. Oldi kengliklari ham nihoyatda kelgan. Kastiyaklar Xudo xolisa baquvvat stakan tuyoq mana. Orqasini qarang, orqa razrezlar ham вообще cho'tki mana. Orqa oyoq kenglik, razrez, yelka kengliklarga ham bir e'tibor berib ko'rsangiz, Xudo xolisa haqiqiy naslga qidirib yurgan, yoshidan qidirib yurgan aka-ukalarimizga xotirjam qo'rqmay tavsiya qilaveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Narxini nima deymiz Akramjon buni? Bunga 13 million ozgina kami bor. 13 million so'm kami bor. Qancha kami? Bitadigan qilib gapiravering. Savdolashmaymiz, bilasiz kanalimizda. 12,5 berasiz, Arifjon. Tep-tekis 12 ham qo'yib qo'yaylik do'st. 12,5. 12,5. O'tib berasiz, bo'p telefon qildim. Telefon qilishsin. Muomalaga qaraymiz. Yo'q, unaqa emas, o'tib beraman. Endi yaxshi muomala qilsa, balkim yana ham menga raqam beraveraman. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Xudo xolisa haqiqatan telefon qilsalaring, chiroyli muomalasini qilsalaring, Xudo xolisa o'tib beradigan joyi bor. 12,5 million so'm dastlabki xizmatlari Samarqandga, undan u yog'iga kelishilgan holda. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilaveringlar hurmatli obunachilar. Biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu ikkinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyamizga ham qo'chqorni haqiqiy ideal variantidan qarang. Akramjon do'stimiz o'zlarini ham quvvati yetmaydigan shu darajada baquvvatki, qo'chqorga o'zlaring hozir bir chiroyli qilib obzorini qilib beraman, vobshe hayron qolasizlar. Nimaiki, qo'chqor haqiqiy ideal. Bu beldi kengligi, yelka kengliklarga bir e'tibor bering, yoniga yaqinlashishning imkoni yo'q. Yoshi nima edi buni Akramjon? Qo'zi tishda, Arifjon. Hali qo'zi tishda. Hurmatli obunachilar, hali qo'zi mana. Hali qo'zi tishda. Oldini kengligini qarang. Voy, mashalloh, oldini kengligini. Qo'chqorni zo'r, kastiyakni baquvvatligini qarang. Buni adashmasam to'g'risi Akramjon buni o'lchab ham bo'lmaydi bu holatda. Siz son taxmin bo'yini aytib ketavering, baribir bilasiz, sizni qo'yingiz. 90 plyusda, Arifjon. 90 plyusga olishaveradi, ha? 7 ishlarda muammosi yo'q. Ha, muammosi yo'q. Oyoq qo'lda baquvvatligini qarang, hurmatli obunachilar, orqa oyoq kenglik, chot to'lgan. Dumba razrez zo'r mana, yelka kengligi ham o'zlaring bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Xudo xolisa haqiqiy naslga qiziqadigan, zo'ridan olaman. Menga oldi-yu orqasi bir xil bo'lsin, keng bo'lsin deydigan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilaman mana.
Quloq joylashuvlari ham nihoyatda go'zal. Garboni zo'r. Qarang, mana. Voy mashalloh. Nima deymiz bu narxini, Akramjon? 14 million Arifjon. 14 million. Hayır sunnati bormi? Bor, hayrisi o'tib beramiz. O'tib beramiz, telefon qilib. Kilosi ham yaxshi Arifjon. Necha kilo keladi? 110 kilo hozir. 110 kilo. Ha. Hurmatli obunachilar, kilosi ham 110 kilo. O'ylanmaysizlar, ikkilanmaysizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilaveringlar. Xudo xolasa, shoshilib aloqa qilsalaring, ishlaringni bitirib, dastlabkasini qilib jo'natib beriladi. Ana endi yo'q. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamiz, ya'ni 3-partiyamizga qora marvaridda, qora qo'chqorda haqiqiy ideal bekami ko'z variantini. Qo'chqorga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Stoykalariga, oyoq qo'lini baquvvatligiga e'tibor berib ko'ringlar. Haqiqiy go'zal, simjun, toza nasldor variantida. Bunisini yoshi nima ekan, Akramjon? Qo'zi bo'lish kerak Arifjon. Voy mashalloh, hali qo'zi ekan, oldi kengligini qarang. Oldi kengligi ham nihoyatda zo'r, yunglari simjun varianti. To'shlari bo'rtib chiqqan. To'shlari oldiga bo'rtib chiqqan. Kasiyaklar baquvvat mana. Dumbalari ham xudo xolsa dumaloq dumba, orqa oyoq kengligini qarang. Dumaloq dumba mana yelka kengligi ham nihoyatda zo'r. Haqiqiy tozasidan, simjunidan olaman, zo'ridan degan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilaman. Bo'ybasini bitta o'lchab oraylikchi. Metrda aytguncha. Akramjon, yeb ichish qanaqa buni? Ha, yeb ichar a'lo. Muammo yo'q, xudo xolasa. Kam bo'yin. Hurmatli obunachilar. Top 90 plyusda 93 94 chiqyapti. Men qo'limni qo'yib qo'yaymi? Ha, 91 ekan. 91. Hop, nima deymiz? Dastlabki xizmatini. Dastlabki xizmat Samarqandgacha Arifjon. Hop, ketaveradi. Aytilgan narxda. 12 million Arifjon. 12 million so'm. Ha. Telefon odamlar xayr sunnatini qilib beramiz. Bor. Hurmatli obunachilar, 12 million so'm telefon odamni ishi bitadi. O'ylanmasdan, ikkilanmasdan aloqaga chiqasizlar. Xudo xolsa dastlabki xizmatlari mavjud, o'zlaringiz eshitdilaring. Gazga bosib o'radigan joy. Shoshilaveringlar, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bu keyingi partiyamiz, ya'ni bu 4-partiyamiz. 4-partiyamizga ham Qo'chqorda haqiqiy dumaloq dumba vohalik akalarimizga xotirjam tavsiya qilaveradigan variantimiz. Vohalik aka obunachilarimizga. Nimagaki hurmatli obunachilar, vohaliklar bunaqa dumbali qo'ydi, rosa suyishadi. Buni yoshi nima buni? Bu ham qo'zi bo'lishi kerak. Ichi buzib qo'yibdi. Oldini kengligini qarang, oldi kengligi ham nihoyatda go'zal. Haqiqiy kelishgan variantdan qidirib yurgan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilamiz. Qo'chqorga bir e'tibor berib ko'ringlar. Kasiyaklar baquvvat, oyoq qo'l zo'r. Orqa oyoq kengligi ham nihoyatda go'zal. Dumbasi dumaloq, mana yelka kengliklari, oldi-yu keti bir xil. Bo'ybaslarni bitta o'lchab oraylik, keyin imkon bormi-ku o'lchashdi? Nasqa o'lchab olamiz, Arifjon. O 85 plyusda 90 ga yaqin ekan, 88 chiqyapti. 85 ga olsin. Bo'ldi, 85 ga olishaveradi. 7 ishtisiga kafolat. Ha, muammosi yo'q. Bir hafta. Narxini nima deymiz, Akramjon? 11 berishsin bunga Arifjon. 11 million so'm xayr sunnati bor. Bor, ozmas qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, 11 million so'm xayr sunnati bor. Ekrandagi nomerga yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilaveringlar, biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, bu qo'chqorimizda bo'yindan tepasiga o'zlaring bir alohida e'tibor berib ko'rasizlar. Bu yerdan bu yog'i bir alohida variant, bu yoqlari ham kam emas. Bir o'zlaring yaxshilab e'tibor berib ko'ringlar. Bu 5-partiyamiz. Dumbani chiroyliligini, razrezni ko'ring. Razrez ham nihoyatda zo'r. Oyoq kengligi ham zo'r. Yelka kengligiga ham bir e'tibor berib ko'rasiz. Voy mashalloh mana. Yoshi nima buni, Akramjon? Qo'zi tish Arifjon. Hali qo'zi tishda. Hali tish buzib qo'yibdi, Akramjon. Yo'q, tish buzgan yo'q. Tish buzib qo'yibdi. Buzibdimi? Ha, tish buzib qo'yibdi. Oldining kengligini qarang, oldi kengligi ham zo'r. Naborot yaxshi bo'pti. Ha, naborot yaxshi bo'pti endi. Yigit bo'pti. Haqiqiy qo'yga qo'shgani tayyor. Buni olib borasiz, sovutaman demaysiz. Buni yaqinda tashlangan variant-da bu. Ozroq boqilgan, lekin yemini yeb turgan. Stoykasiga bir e'tibor bering. Stoykasi. Qulog'i ham 19 Arifjon buni quloqlari. Qulog'i ham 19 chiqaveradi xotirjam mana. Haqiqatdan. Garbonoslari nihoyatda chiroyli, yuzlari chiroyli. Qinig'idan olaman degan aka-ukalar shoshilaverasizlar. Bo'ybaslarni o'lchaylik. Bu ham o'sha 90-91 chiqyapti bu. 90 ga olsin Arifjon. Xo'p, narxini nima deymiz? 12 ga Arifjon. 12 million so'm xayr qilib beramiz, ha? Ozmas.
Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 12 million so'm xayr sunnati bor. Shoshilaveringlar. Hurmatli obunachilar, mana shunday oq yuz, oq quloq, yungi ham tozasidan, idealidan bo'lsin, zo'ridan bo'lsa olaman deydigan aka-ukalarimizga haqiqiy zo'r maqtaganga arziydigan variant. O'zlarining bir stoykasiga yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Orqa oyoq kengligiga ham bir e'tibor berib ko'ringlar, nihoyatda zo'r. Yelka kengliklari ham mana. Yelka kengliklariga bu qarang, uzunligini qarang. Gazi ham nihoyatda kuchli. Haqiqiy gazi kuchli, udor, yungi ham toza bo'lsin, yuzlari ham zo'r bo'lsin deydigan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Buni yoshi nima endi, Akramjon? Bunisi qo'zi Orifjon mana. Hurmatli obunachilar, hali qo'zi. Oldi kengligiga ham bir yaxshilab ko'ringlar, yungini qarang, yungini. Inshaalloh. Endi bu to'g'risini aytsam, dehqonchilik narsa unchalik e'tibor berilmagan, lekin hozir buni bitta yuvib qo'yilsa, yaltirab qoladi. To'g'rimi Akramjon? Ha, bu yaltirab. Bo'y basini o'lchaymizmi? Ha, o'lchab ko'rsatamiz. Bo'ldi, bo'y basini bitta o'lchaylikchi. Mana bu. Bu qarang. Stoykani qarang. Uzunligini qarang, uzunligi ham nihoyatda kuchli. Hali qo'zi kelajakda 1 metrdan xotirjam o'tadigan variant. 90 plus ekan. Xo'p, Akramjon, nima deymiz buni? Buni yengilroq qo'yinglar Orifjon. Bir obunachilar bir maza qiladigan qilib qo'yingchi bunisini. 13 ham yo'q, 12 ham yo'q, 11,5. 11,5 million so'm. Yana xayr sunnati ham bor deb qo'yingchi. Telefon qilishsin-chi. Yo'q, endi shu gapni gapirib ketdingmi? Bo'ldi, xayr sunnati bor. Bo'ldi. Xayr sunnatiga o'tib beramiz, Samarqandga yetkazib beriladi. Bor. Bu oxirgisi, ha? Bu oxirgisi. Hurmatli obunachilar, narxini eshitdilaring, 11,5 million so'm. Shu qo'yda boshqa obzor qilib kelib ketdi. Narxini eshitdi. Garbonoz quloq joylashuvlari zo'r, kalla oq yuz, yoshi qo'zi, oldi to'shlari kelgan, oldi kengligi zo'r, kastyakni baquvvatligiga, yungiga bir e'tibor berib ko'rasiz. Orqa oyoq kengligi ham nihoyatda zo'r, dumbarazli zo'r, dumaloq dumba pashti. Mana. Yelka kengliklari ham nihoyatda zo'r. Haqiqiy ideal, gazi ham kuchli, haqiqiy ideal. Bekami ko'rsadan olaman deydigan aka-ukalarga qo'rqmay tavsiya qilaveramiz. Shoshilib aloqaga chiqavering. Hurmatli obunachilar, dehqon o'zi ana bu yoqda yuribdi mana. Mana shuncha qo'y bor. Bu yerda adashmasam 100 boshdan ziyodroq qo'y bor. Shularning ichidan sizlarga saralab, yoqtirib, zo'rini, idealini, bekami ko'rsatini sizlar uchun sug'urib tortib olib chiqaryapmiz. Xudo xolasa o'ylanmasdan, ikkilanmasdan aloqaga chiqsalaring, ishlaringni bitirib beriladi mana. Hurmatli obunachilar, bu yerda go'sht yo'nalishiga ham bor, naslga ham bor. Nasl go'sht yo'nalishiga qurbonlikka optim joyidan olaman, arzon bo'lsin, dehqonda bo'lsa arzon bo'ladi baribir deydigan aka-ukalarimizga ham xotirjam tavsiya qilaveramiz. Telefonlashasizlar, aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. O'ylanmanglar, ikkilanmanglar, umuman gaziga bosinglar mana hurmatli obunachilar. Qo'chqorlarni yem yeb turgan variantlaridan. Ko'k qo'chqor aka-ukalarimiz ko'k qo'chqorlardan so'rashgan, mana ko'k qo'chqorlar. Ichida bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 dona ko'k qo'chqorimiz bor ekan. Hammasidan bor. Go'sht yo'nalishiga desalaring, go'sht yo'nalishiga, zotga desalaring, zotga, hammasidan bor. O'ylanmasdan aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsa qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolsa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.